Assalomu alaykum barchaga. Andijon viloyati Asaka tumanidamiz. Bu joyga nima qilib berganmiz? Kaziro qilib berganmiz. Nima uchun qilib berganmiz? Quyosh tushib, yomg'ir yoqqanda boshqa bo'lgan darvozalariga suv tegib, quyosh tegib, zanglab, kraskasi eskirish holatiga kelgan. Keyin o'zi kaziro nima uchun qilinadi? Odam kelganda yomg'irda turmasligi uchun, panada turishligi uchun mashinani qo'yganda salqinda, ayniqsa yangi mashinani yudirib keldingiz-ku, yomg'ir yog'yapti, panaga joy yo'q. Ichkari olib kirgani, ichkarida ham joy yo'q. Mana shu joyga shuni qo'yasiz, kirib ketadi. Shu uchun qilib berganmiz. Xo'p, bu joyimiz 4,5 metrga 6 metrli bo'lgan, общий kvadrati 2 metr kvadrat bo'lgan. 1 kvadratni nisbidan bo'lgan 600 mingdan qilib berganmiz. Xo'p, nima uchun 600 mingdan qilib berganmiz? Nimalar kiradi 600 mingning ichiga? Profillari, materiallari, polisi, leksanlari, kraskalari, olib kelib ustanovchilik qilishlarimiz 600 mingdan qilib berganmiz. 27 kvadrat bo'lganligi uchun 20 kvadratdan pasayadigan bo'lsa, narxiga qo'shilishni boshlaydi. 27 kvadratdan balandlaydigan bo'lsa, narxi ozayishi bo'ladi. Bu kaziroyimiz umumiy hisobda 16 million 200 mingga tayyor bo'lgan. Bu qilib bergan ishimizga 15 yildan 20 yilgacha garantiya beramiz. Xudo xolasa, kimga shunaqa kaziro kerak bo'lgan bo'lsa, xuddi shunaqa joylari bo'lsa, xuddi shunaqa kaziroyni qildirish niyat qilgan bo'lsangiz, bizga obuna bo'lib qo'ying, bitta like bosib, kommentariyaga o'zingizni izohingizni, naves haqida fikringizni bemalol qoldirishingiz mumkin. Kimga shunaqa naves qildirmoqchi bo'lsa, bemalol pastda nomerlarga telefon qilsalar ham bo'ladi. To'liq ma'lumot ham beramiz. Zakaz qilsangiz, zakaz olib, sizlarga ham xuddi shunaqa qilib uylaringizga moslab turib, darvozalarga moslab turib qilib beramiz. Kaziro qanaqa bo'lgan? High-tech forma bo'lgan, stokalari ham tumbali, chiroyli, neobishniy chiqqan. Ozgina klassik profil gullardan qo'shganmiz, neobishniy chiqqan. Klientni uylariga, xohishlariga qarab turib yasab berganmiz. Xudo xolasa egalari xursand, rozi bo'lib duo qilishadi. Bemalol pastda nomerlarga telefon qilsalaringiz, sizlarga ham shunaqa tayyorlab beramiz. Sog' bo'linglar, rahmat, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom etinglar.